Abu Ali ibn Sino haqida 10 ta fakt. Abu Ali ibn Sino 980-yilda Buxoro viloyatining qadimgi Afshona qishlog'ida tavallud topgan. Asl ismi Husayn ibn Abdulloh bo'lgan qomusiy olim, G'arbda Avicenna nomi bilan mashhurdir. Ibn Sinoning ilm sohasidagi birinchi ustozi Abu Abdulloh Notili hisoblanadi. Olimning tib ilmida yuksak mahoratga erishishida buxorolik mashhur tabib Hasan ibn Nuh al-Qumriyning xizmati katta bo'lgan. Ibn Sino 17 yoshlarida Somoniy hukmdor Nuh ibn Mansurni davolab, saroy kutubxonasidan foydalanish huquqiga ega bo'lgan. Zamondoshlari Ibn Sinoni Shayx ur-Rais, Sharaf al-Mulk, Hujjat al-Haq, Hakim al-Vazir nomlari bilan ulug'lashgan. Ibn Sino faoliyati davomida 450 dan ortiq asar yozgan, lekin bizgacha ularning 160 tasi yetib kelgan. Olimning 5 jilddan iborat Al-Qonun fit-Tib asari uzoq yillar Yevropa tibbiyotida ham asosiy qo'llanma sifatida o'qitilgan. Olimning 80 ta asari falsafaga, 43 tasi tabobatga oid bo'lib, qolganlari mantiq, psixologiya, astronomiya, matematika, musiqa va boshqa fan sohalariga bag'ishlangan. Alloma badiiy ijod bilan ham shug'ullangan. Uning fors tilida yozgan g'azal va qit'alari, 40 dan ortiq ruboiylari ham mavjud.